Alkonia kompaniyasining Sankt-Peterburg-Toshkent, Moskva-Toshkent yo'nalishlarida avtobus yoki sprinterda yo'lovchi tashish xizmatini taklif etamiz. Reyslar vaqtini ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Antaliya shahri xavfsizlik boshqarmasi 12 nafar xorij fuqarosini deportatsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Ular Antaliyaning 2 tumani hududida fohishalik bilan shug'ullangani aniqlangan. Bu haqda News Turk nashri xabar bermoqda. 2 oy davomida olib borilgan kuzatuvlardan keyin huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari maxsus operatsiya o'tkazgan. Natijada politsiya shahardagi mehmonxona va bir qancha xususiy uylarda O'zbekiston, Rossiya, Moldova fuqarolari bo'lgan 3 nafar hamda qirg'izistonlik 9 nafar qizni qo'lga olgan. Avvalroq Antaliyada fohishalik bilan kurashish haftaligi doirasida yirik reydda 100 kishi ushlangani xabar qilingan edi. Unda 84 nafar qiz juvonlar qo'lga olingan bo'lib, ulardan 22 nafar Qirg'iziston, 20 nafar Turkiya, 14 nafar O'zbekiston, 9 nafar Gruziya, 5 nafar Rossiya, 4 nafar Ukraina, 3 nafar Dominikan, 2 nafar Moldova, 2 nafar Eron, 1 nafardan Qozog'iston, Nigeriya va Birlashgan Arab Amirliklari fuqarosi bo'lgani aytilgan edi. Tibbiy tekshiruv o'tkazilgandan so'ng 3 nafar ayolda AIDS kasalligi aniqlangani xabar qilingan.